real hayotdagi tort va Instagramdagi surat. Kamdan kam ko'rsatiladigan haqiqatni sizlarga ko'rsatamiz. Instagramdagi tort bilan real hayotdagi tort qanaqa bo'ladi? Klientingiz bilan boshidan kelishib olish kerak. Birga bir natijani chiqarib bera olmayman deb. Pinterestdagi tortlarni nazarda tutayotgan edim, chunki u yerda professional fotograf, professional kamera, yorug'lik, boshqa ranglar bilan ishlanadi. Lekin shu tortni sizga zakaz berishsa, olmang demoqchiman. Nega? Chunki chet eldagi tortlar bilan bizdagi tortni baribir farqi bor. Shu darajadaki o'zimni tortlarimni ham birga bir kserokopiyasini qilib bera olmayman deyman. Nimani hisobiga? Chunki detalni nimasidir o'zgaradi. Bir ozgina bo'lsa ham detalni farq qiladi. Shuning uchun birga bir tortni hech qachon olmagan yaxshi. Klientni yo'qotib qo'yaman deb, klient aytgan har bitta gapiga bo'ldi qilib beraman, birga bir o'xshaydi deb zakaz olish bu aslida xato hisoblanadi. Bizning misolimizda men nima deyman? Birga bir chiqmaydi, lekin bizani o'z-o'zani yo'nalishimiz bor. Rasmdagidan sal boshqacha chiqadi, sal chiqadi, lekin deb tushuntirib beramiz. Chunki har bitta konditorni o'zini pocherki bor, o'zini yo'nalishi bor, o'zini stili bor. Endi esa bizni birga bir chiqmagan tortlarimizga baho bering. Zakaz qilingan tort rasmimi yoki живой rasm qaysi biri yoqadi sizga?